4-chi bob. Yani etmoqchi bo'g'inim, garchi bir bola butun mulkning egisi bo'lsa-mu, u toki otasi belgilan mirosga varislik qilish yeshiga to'shmog'icha, u bolaning uyning qulidan farqi bo'lmaydi. Chunki u yanıla g'o'jidor va bolaga qarg'uvchilarning boshqarishida bo'ladi. Shuningga o'xshash, bizmi go'dak vaqtimizda, ya'ni Ayso Masihga e'tiqod qilishdan burun bu dunyodagi yomon ruhiy kuchlarga qul bo'lgan edik. Lekin Xudo o'zi belgilagan vaqt yetib kelganda o'z o'g'lini bu dunyoga avatdi. U bir ayoldan tug'ilgan bo'lib, Tavrat qonuniga bo'ysunib yashidi. Buningdagi maqsad Xudo Tavrat qonuniga qul bo'lgan bizlarni badal to'lab, hurlikka chiqarib, bizni o'zining farzandi qilishdir. Sizlar Xudoning farzandlari bo'lganliginglar uchun Xudo o'z o'g'lining ruhini qalbinglarga soldi. Bu ruh sizlarni Xudoni "Ey söyümlük ata" deb chaqirtidi. Shuning uchun endi sizlar qul emas, balki Xudoning farzandlarisizlar. Xudoning farzandlari bo'lgan ekansizlar, Xudoning va'da qilganlarga mirosxo'r bo'lasizlar. Burun Xudoni tonimaydigan vaqtinglarda yolg'on ilohlarga cho'qinib, ularning quli bo'lgan edinglar. Amdilikda haqiqiy Xudoni tonitinglar. Texmi aniqroq qilib aytganda, Xudo tarafidan tonildinglar. Shundoq ekan, yana nima uchun bu dunyodagi ojiz, keraksiz, qoida yo'sinlarning qullugiga yengvashdan qaytmoqchi bo'lasizlar? Sizlar yanıla ma'lum kun, oy, fasl va yillarni xotirlayapsizlar. Men ilgari sizlarga sundigan ajrimning bekor ketishidan ansirayapman. Qarindoshlar, garchi men Yahudi bo'lsam-mu, endi Tavrat qonunining asri bo'lmay, sizlar Yahudi emaslardek uningdan mustasnoman. Sizlardan shuni o'tinib so'raymanki, bu jihatda menga o'xshash bo'linglar. Sizlar menga hech azor yetkazmagan edinglar. Sizlarga ma'lumki, kesal sababidan Galatiyada dam ilayotgan vaqtimda bu xush xabarni sizlarga birinchi qitim yetkazgan edim. U chaqda kesilim sizlar uchun bir ovorchilik bo'lsa-mu, lekin sizlar meni kamsitmadinglar, rad qilmadinglar. Aksicha, meni Xudo o'tgan bir farishtani, hatto Ayso Masihni kutgandek kutib oldinglar. U chog'dagi xushallig'inglar endi nega ketdi? Jazm qilib aytalaymanki, u chog'da sizlar mumkin bo'lsa, menga ko'zlaringlarni o'yib berishga rozi edinglar. Endilikda sizlarga haqiqatni so'zlaganligim uchun dushmaninglarga aylanib qoldimmi? Men etib o'tgan hilqi odamlar sizlarni o'ziga qartib olishga tirishmoqda. Ularning niyati to'g'ri emas. Ular sizlarni bizdan ayirib etib, o'zlariga qartib olmoqchi. Mayli men sizlar bilan birga bo'lay yoki bo'lmay, sizlarga qiziqayotgan bu kishilarning niyati to'g'ri bo'lsa, yaxshi bo'ladi, albatta. Bolalarim, e'tiqodinglar o'sib yetilib, Ayso Masihning tabiati sizlarda gavdlanguncha, men sizlar uchun yana bir qitim xuddi to'lg'oq azobini tatiyotgan onadek azoblanyapman. Mening hozirlar sizlarning yengillarga berib, sizlarga muloyimlik bilan nasihat qilib kelyapti. Chunki sizlarning bu ahvolinglarni anglab, qandoq qilishni rostilla bilmayapman.
Tevrat kanununun ilkide yaşaşını xalaydigan, sizlerden şunu sorap bakay. Sizler Tevrat'ta nemi deyilgenligini bilmemsizler. Tevrat'ta İbrahim'nin 2 oğlu barlığı xatırlangan. Ularning biri kul ayal Hajar'din, yani biri öz ayali Sara'din bo'lgan. Kul ayaldan bo'lgan o'g'il farzand qoldirish qonuniyati bo'yicha öz ayaldan bo'lgan o'g'il bo'lsa, Xudoning va'dasi bo'yicha dunyoga kelgan. Bu yerda mundaq bir o'xshatish bor. Bu 2 ayal Xudoning insonlar bilan tuzgan 2 aktisining vakilidir. Tevrat qonuni dal Sinay tig'ida tushirilgan bo'lib, bu qonun Yahudilarni o'zining quli qildi. Hajarning o'zi qul bo'lib, bolalarimi qul bo'ldi. Shunga u Sinay tig'iga vakillik qildi. Holbuki Arabistondagi Sinay tig'iga simvol qilingan Hajarni bugungi Yerusalimga o'xshatishga bo'ladi. Chunki u shahar o'z xalqi bilan hozirmi Tevrat qonunining qullig'ida turmoqda. İbrahimning o'z ayoli Sara bo'lsa, erkin ayol bo'lg'ashqa, arishdagi Yerusalimga vakillik qildi. Shunga arishdagi Yerusalimni bizning onimiz deyishga bo'ladi. Chunki muqaddas yozmalarda mundaq yozilgan. Xushal bo'l, ey farzand ko'mgan tug'mas ayol, tantani qil, yuqori ovozing bilan to'lg'oq azobini ko'rmagan ayol. Chunki dastlabki tug'mas bo'lgan ayolning farzandlari boshqa ayollarning farzandlaridanmi ko'p bo'ldi. Qarindoshlar, sizlar Xudoning farzandlari bo'ldinglar. Chunki xuddi Ishoq Xudoning va'dasi bo'yicha Soradan tug'ilgandek, sizlarmi Xudoning va'dasi bo'yicha tug'ildinglar. U chaqda farzand qoldirish qonuniyati bo'yicha tug'ilgan Ismoil, muqaddas ruh ato qilgan, shafoat bilan tug'ilgan Ishoqqa qandoq ziyonkashlik qilgan bo'lsa, hozir Tevrat qonuniga qul bo'lganlar İsa Mesihga e'tiqod qiluvchi bizlarga shundoq ziyonkashlik qilyapti. Lekin muqaddas yozmalarda nima deb yozilgan? Uningda sen bu didak ayolingni o'g'li bilan qo'shib haydivat. Chunki didak ayolingning o'g'li hargiz erkin ayolingdan bo'lgan o'g'il bilan mirosga o'rtaq bo'lib qolmasin deb yozilgan. Demak, qarindoshlar, biz qul ayolning emas, balki erkin ayolning farzandlarimiz.